2024 yil 2 ayning 10 kuni Xitoyning chag'ini bo'ldi. Qashqar Xitoyning chag'an kechiligining tarmoq sahnasi bo'lib, Uyg'ur artistlar Uyg'ur san'atini xitoylashtirib ko'rsatdi. Muqomlar xitoycha aytildi. Uyg'urlarning madaniyati va g'ururi misli ko'rilmagan bir tusda xo'rlanayotgan mushundaq bir paytda 2 ayning 10 kuni Amerika poytaxti Washingtonning yendiki Arlington shahrida Uyg'ur rejissor Mamatjon Samat ishlagan Oxirlashishni kutish nomli kinoning qo'yilish murosimi bo'ldi. Xitoyning Uyg'urlarni chag'an tabriklashga majburlashiga qarshi o'tirg'i chiqqan Oxirlashishni kutish nomli film simvollik jihatdan emas, balki badiiy jihatdan Xitoyga qarshi bir kurash tusini olgan film bo'lib, bu filmni ko'plagan jihatlardan Uyg'urlarning bir muvaffaqiyati deyishga bo'ladi. Filmda Amerikada yashayotgan Sherzod ismli Uyg'ur yoshning vatandagi vaziyatning yomonlashishi sababidan dadisi bilan bo'lgan aloqasi uzilib qoladi. Sherzodning opasi ahvolni yushirib, dadang o'ginishib ketgan deydi. Dadisi bilan aloqalashmay yuragi siqilgan Sherzod dunyo taratqularida chiqayotgan Sharqiy Turkistondagi jiddiy vaziyat, jazo lagerlari haqidagi xabarlardan texmo ansizlikka tushadi. U bu ruhiy parakandichilikda o'zi aralashadigan bir qism Uyg'ur do'stlari bilan ichib chekib, kayib sapo bilan reallikdagi besimlardan o'zini qochiradi. Ammo Xitoy virusining Amerikaga yamrishi bilan paydo bo'lgan ishsizlik, turmush qiyinchiligi Sherzodning ahvolini texmo yomonlashtirib o'tadi. U har qancha qiyinchilikda qolsa-mu dadisi Amerikaga kelganda epagan mashinasini setib etishga ko'z qiymaydi. Uy ijarasi to'layolmay teshida qolgan chog'larda mashinasida tunaydi. Xizmat tepish ishida ilgirlash bo'lmaydi. Uning boshqa shtatda turayotgan loyiqi Uyg'urlarning beshiga kelayotgan qo'rqinchli ishlarni ko'rib, o'ziga biror falokat kelishidan ansirab, Sherzoddan ayrilib ketadi. Uyg'ur vatanidagi jazo lagerlariga oid uchurlarning ko'plab oshkorlanishi, chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning ota-onalari uchun guvohlik berib o'tirg'i chiqishlari Sherzodni g'aflatdan uyg'otadi. U dadisining Xitoy tarafidan jazo lagerlariga so'ralganligini jazm qiladi. Opasidan qistab so'rash orqali dadisining 15 yillik kesilganligini biladi. Sherzod üstilab kelgan zarbalardan tugishib ketadi. Ichimlik, chekimlik va uning ulfatlashib beradigan og'inlarmi uningga yordam qilmaydi. Sherzodning ahvoliga yaqindan ko'ngil bildigan Meksikalik do'sti Juan uning ahvoliga ichinadi va har qachon uni dadisi uchun o'tirg'i chiqib guvohlik berishga, aroq sharobdan va o'yinchi do'stlardan yiroq turib xizmat izlashga ilhomlantiradi. Lekin Sherzod yanada tushkunlik patqiqidan chiqolmaydi. Kunduzi ruhiy kayfiyati tushkun, kechasi qora besib uxlayolmay qiynaladi. Ruhiy va jismoniy jihatdan tugishib ketayotgan Sherzod bir kechasi dadisini tushida ko'rdi. U ruhlab judab ketgan, lekin ko'zlaridan qaysarlik chiqib turadigan dadisi Sherzodni qaysar bo'lishga, o'rnidan dast turishga undaydi. U Sherzodga "Ular meni tugashtirib yetolmaydi" deydi. Sherzod oxiri qat'iy niyatga kelib, dadisi uchun guvohlik berdi. Bu ish uning ruhini ko'tardi. Xizmat izlash ishidami natija ko'rilib, Nyu-Yorkdagi bir shirkat uni xizmatga taklif qildi. Kino Sherzodning do'sti Juan bilan xo'shlashib, mashina haydab ketayotgan, yo'llar borgan sari kengayotgan, yo'llarda go'zal manzaralar ko'rinib, Sherzodning chiroyidan bir xil umid va bosh egmaslik chiqib turgan ko'rinish bilan oxirlashdi. Oxirlashishni kutish nomli filmning muvaffaqiyati bir qancha taraflarda aks etadi. Bu film Amerikada tunji qatam Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini aks ettirgan, Uyg'urlar rejissorligida ishlangan va Uyg'urlar rol olib, ingliz tilida dunyoga tarqatgan bir kino hisoblandi. Mamatjon Samat vatandagi vaqtidan tortib ba'zi qisqa filmlarni ishlagan bo'lsa-mu, rasmiy kino ishlashi tunji qatam. Mushu kemgacha Uyg'urlarning navbatdagi tragediyalik ahvolini kino film orqali dunyoga to'nishini ko'plagan Uyg'urlar orzu qilib keldi. Bundaq bir filmni ishlashga tavsiya qilingan Amerikalik film ishlaguvchilar Xitoyning tishiga tegadigan, iqtisodiy jihatdan ko'p foyda bermaydigan bundaq ishga yaqin kelmadi. Uyg'urlarning dardini anlatadigan mushundaq bir filmni biror Amerika shirkatining kelib ishlashini kutish Mamatjon Samatdek bir Uyg'urning bu filmni ishlab chiqishi bilan oxirlashgan bo'ldi. Nihoyatda cheklik qamchot bilan zamonaviy film ishlash uskunalari va sharoitlar kamchil bo'lgan ahvolda yangi texnikalardan unumli foydalanish bilan asosan birinchi qatim rolga chiqayotgan havaskorlarning rol olishi bilan xili yuqori saviyada bitib chiqqan bu film Uyg'urlarning o'zimizning ishini o'zimiz boshlab qilmasak, boshqalarning kelib qilib bermaydiganligini har jihatdan yana bir qatim falsafaviy yo'llar bilan tonitib berdi.
Dunyodagi nurg'un voqealar odatdagi kishilarga xabar taratqulardan bakrak kino vositasi bilan cho'nqur ta'sir qoldirdi va bilindi. Tibetlarning masalasimi Hollywood ishlagan Tibetda 7 yil film orqali dunyoga muvaffaqiyatli tonitilgan edi. Mehmetcan Samet ishlagan Uyg'urlarning tragediyasi orqa ko'rinish qilingan Oxirlashni kutish nomli film bir oilaning hikoyasi orqali millionlagan Uyg'urning beshiga kelgan qismatlarni dunyoga tanitgan bo'lib, bu film keyingi kunlarda dunyo film festivallarida mukofotlarga erishishi va Uyg'ur davosini to'ntishda hamda Uyg'urlarning beshidagi zulmlarni oxirlashtirishda belgilik ta'sirlarni paydo qilishi mumkin. Bu film Uyg'urlarning mushu sohadagi izlanishlarining eshigini ochgan tunji kino bo'lish sifati bilan zo'r ahamiyatga ega. Filmning yana bir ko'rinarli muvaffaqiyati shu yerdaki, bu filmda Uyg'urlar o'z qismatlarini dunyoga bayon qilib qolmay, balki yana Uyg'urlarning zulmga qarshi irodasini va haqqoniy maydonini, shundaqla bosh egmas ruhini namoyon qilib bergan. Kinoda Shirzatning tushida dadisini ko'rgan chaqda dadisining o'g'liga degan gaplari amaliyotda Uyg'urlarning Xitoyga qarshi mangu bosh egmaydigan irodasini, jazo lagerlaridagi millionlagan erlarning Xitoyga qarshi ruhini namoyon qilgan bo'lib, har qanday Uyg'urning yurak beg'ishiga tegadi. Shirzatning dadisi uchun guvohlik bergan ko'rinishi kinodagi eng hayajonli ko'rinishlarning biri bo'lib, uni ko'rgan har qanday kishi dadilari, onalari, urug' tuqqanlari uchun guvohlik berayotgan Uyg'urlarning so'nmas irodasini va bundaq o'g'il qizlar bor bir millatning hargiz yo'qolmaydiganligini cho'nqur his qila oladi.